umrda berilinganlarini ichida o'ziga yarasha nozik eng e'tiborli joylari bor. Bundan bittasi yoshlikdir, yigitlikdir. Yigitlik ham o'ta e'tiborli narsa ekan. Bu ham qiyomatda so'raladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisalom buni ham aytdilar. Yigitlikdan ham so'ralinadi dedi. Va yigitligini g'animat qilib o'tkazganlarga katta mukofotlar va'da qilindi. Mana shunday mukofotlardan bittasi arshning soyasida rohat olishlikdir. Sahoba-i kiromlar o'zlarini yigitlik davrlarini, yoshlik davrlarini Payg'ambarimiz alayhissalomning xizmatlariga sarflaganlar. Jumladan mana shunday yigitligini, yoshligini, o'smirligini g'animat bilgan sahobalardan birlari Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hisoblanadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu o'zlari Imom Buxoriyda faxr qilib aytgan so'zlarini keltiradilar. Ana xadamtu li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam 10 sanawat deydilar. Men 10 yil Payg'ambarimiz alayhissalomga xizmatkor bo'lganman deydilar. 10 yil Payg'ambarimiz alayhissalomning madrasalarida ta'lim oldi. 10 yil Payg'ambarimiz alayhissalomning suhbatlariga nasibador bo'ldi. 10 yil Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning nazarlarini topishlikka musharraf bo'lgan bu sahobadan ortiqroq baxtli kimsa bo'lmasa kerak. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'ni onasi yoshlik chog'ida Payg'ambarimiz alayhissalomga qo'llaridan yetalab olib kelib, uni xizmatiga tashlab ketgan edilar. Shuning uchun ham Anas ibn Malik radhiyallohu anhu buyuk sahobalardan bo'lib, juda ham ko'p hadis rivoyat qilganlarni ro'yxatida turadilar. Va albatta o'z qavllariga, o'z so'zlariga ega bo'ladilar. Juda ko'p kitoblarimizda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislardan tashqari Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning o'z so'zlari ham, o'zlarini ilmga bo'lgan targ'iblari ham, duolari ham ko'p joylarda zikr qilinib keladi. Agar e'tibor qilsak, bu ayni mana shu yigitlikni, o'smirlikni g'animat bilmoqlik. Shuning uchun biz bugun g'animat haqida, umrni ne'mati haqida gapirar ekanmiz. Yoshlarimiz, yigitlarimiz ayni mana shu damda o'zlarini vaqtlarini bekorga o'tkazmasliklariga harakat qilmoqliklari kerak. Ya'ni biror bir hunarni o'rganib yoki bir ilmni o'rganib, imkoniyati bo'lsa ota-onasi tirik bo'lganda ularni xizmatini qilib, ularni duolarini olish imkoniyati, oila topib, yaxshi bir jufti halolga uylanib, Alloh nasib qilsa farzand